Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Bugungi videomiz Farg'ona viloyati Rishton tumani Bog'iston qishlog'ida tashkil etilgan tuyoqush fermasida biz. Xo'p, tuyoqushlar haqida chiroyli ma'lumotlarni yoritib boramiz. Kanalimizda mehmonlar, kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosishni unutmang. Biz sizlar uchun parrandalar haqida qiziqarli ma'lumotlar chiqarishda davom etamiz. Xo'p, endi bunga qaraydigan opamizdan ma'lumotlarni olamiz. Endi savollarimizga javob berib o'tishadi. Bu yerda nechta tuyoqush bor, opa? Hozir 50 ta kattasi. 50 ta kattalari bor. Bulardan mana qoralari xo'roz bo'ladi. Xo'p. Jigarrangi ayoli, makoni. Nechta xo'roz, nechta makon bo'lardi? Bularda hozir 2 ta makonga bitta xo'roz to'g'ri keladi. Ayollari, makonlari 2 kunda bir tuxum beradi. 3 yilda tuxumga kiradi. 3 yilda tuxumga kiradi. Hozir ko'pi tilovda shekillanib, patlari to'kilib. Tilovda bular ham tug'maydi, ha? Yo, tug'adi, 2 kunda bir beraveradi. 2 kunda bir tuxum. U tulashni nimasi yo'q. Yillik tuxum berishlari qanaqa? Yiliga nechtacha tuxum beradi makonlari? Endi yiliga hisobga olganda, masalan, 2 kunda bir bo'lganda, masalan, 100 kunda 50 ta tuxum beradi bittasi. Keyin ochishlari qanaqa? Ochishlari 45 kunda chiqadi. Hammasi jo'ja bo'lishi mumkin emas. Iste'molga ham chiqadi u tuxumlarning ichidan. Tuxumlarda urug'lanmaganlari. Kalsiylari kamlarini iste'molga chiqarib yuboramiz. Hozir sotuvda ham mavjudmi bular yo? Yo'q, hozir kattalari yo'q. Jo'jalari bor, tuxumi bor iste'molda, sotuvda. Nima, jo'jaga ochtirishga ham tuxumi bormi, faqat haligi? Yo'q, unaqa ham bor, hozir o'zimiz qo'yyapmiz inkubatorga. Jo'jalari qancha? Jo'jalari 5 kunlik, 6 kunlik, 1 haftagacha jo'jalari $120. $120gacha 1 haftalikgacha bo'lgan jo'jalar. Tuxumlari yo'q lekin. Jo'ja ochtirib sotyapsizlar. Iste'molga bor xolos. Iste'moldagisi nechi pul? 50 ming. 50 ming so'm. 2 kilo chiqadi bittasi. 2 kilo? 2 kilogacha mana go'sht bo'ladi. 12 xil moddasi, kalsiysi bor tuxumda. Go'shtida ham mana shunaqa. Bu tuyoqushlarda hamma yo'g'i qolaversa foydalansangiz bo'ladi. Patidan chang oladiganlar, yelpog'ichlar, har xil narsalar o'zimiz tayyorlayapmiz. Yog'idan shu og'riqlarga ishlatgani sovunimiz bor. Sovun tayyorlaganmiz, yuzlarni oziqlantirgani. Keyin nima bo'lar? Misol uchun yoshi katta bo'lgandan keyin so'yish jarayonlari ham bo'ladimi har go'shtini? Bo'ladi. O'zi u boquvga tuxumdan qolganlarini so'yishadi. Ularning go'shtlari qanaqa? Go'shi yaxshi. Masalan, go'shini yaxshilab baqib so'ysangiz 70 kilogacha beradi. Laqim go'shti o'zi. Suyaklarini qo'shishmaydi. Laqim go'shti 70 kilogacha. Teridan ham poyabzallar, sumkalar, kasholoklar, har xil narsalar o'sha Toshkentda tayyorlashib olib kelishyapti. Bo'ynidagi nomerlari nomerlangan. Ozuqalari nimalardan iborat opa bulardan? Endi hozir ozuqalar men bilishim bo'yicha bunga bedani, yantaqda, yeryong'oq palaklar, keyin makka, bug'doy, har xil uglevodlar, 14 xil narsani ichida endi uglevodlari ham bor. O'shan drobelkadan chiqarib beriladi. Hamisha suvi uzilmaydi, suvsiz turmaydi bu. Ko'pillik tilovga kirib ketdi, ha? Bular issiqqa ham, sovuqqa ham moslashgan. Chidamli. Yaxshi. Imkon darajasida mana ma'lumotlarni olishga harakat qilyapmiz. Savollar tug'iladigan bo'lsa, kommentariyaga yozishinglar mumkin. Chiroyli tarzda savollarga javob berib o'tishadi. Xo'p, manzilni yana takrorlab o'tamiz. Farg'ona viloyati Rishton tumani Bog'iston qishlog'ida joylashgan. Ana, suv ichish jarayoni. Inchilar. Bu ham hozirda hammasi misol uchun tilovga kirib ketgani uchun ko'rinishicha xuniyroq holatda turibdi. Bular endi tilovdan chiqqandan so'ng xo'rozlari qop-qora, patlarning ustlari oq, juda ham bir chiroyli ko'rinishda bo'ladi. Tilovda bo'lganligi sababli ko'rinishi xuniyroq. Tuxumlarni bular xohlagan joyga qo'yadimi yo o'zi kirib ichkariga qo'yadimi? Yo'q, xohlagan joyga. Aytlarga, ichkariga ham tug'ishaveradi. Olur. Mumkin. Xohlagan joyga. Nima deyapsan, hoji? Patidan olavering deyapti, olavering. Patidan olavering. Yaxshi. Jo'jalari bor aka, ko'rmoqchi.
Ichkarida mana jo'jalari bor. Jo'jalarni ham bir ko'rsatib o'tamiz. Videomiz yoqayotgan bo'lsa bir dona like bosib turib, kanalimizga podpisatsiya bosib qo'yasizlar. Ichkarida salqinga ham kirib turib, Xonalar. salqinlab, ana, bo'yni qaranglar. Chiqishadi. Yana yiriklari. Xo'p, mana bu yerda endi jo'jalari bor. Bular necha kunlikdan necha kunlikkacha shu holatda? Mana bular 4 oylikdan 5 oylikgacha. Mana shu 4tasi, narigilar 1,5 oy, 2 oylik jo'jalar. Mana 1,5 oy, 2 oylikda mana shu ko'rinishda bo'ladi. Endi bu endi ichkarida Xonalari. saqlanadigan xonalari. Havolari sirkulyatsiya bo'lishi uchun tepaga nima qo'yilibdi? Havo almashtiriladigan keyin qizil lampa. Lampada. Mana jo'jalari ko'rishingiz mumkin. Bularda hozir xo'roz makani ajratsa bo'ladimi, opa? Ha? Hozirgi holatda ham xo'roz makani ajratsa bo'ladimi? Biz bilmaymiz, nima boshliqlar biladi lekin. Mutaxassislari bilishadi. Tumshug'i qizillari xo'roz. Uni aksariyatini oyog'i nima bo'lib qopti? Ha, bittasi noto'g'ri ochib chiqqan. Bittasi defekt bor ekan. Xo'p, qolgan joyda yana parrandalarimiz bor. Hozir ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom etishingiz mumkin. Yo'qmikan? Xo'p, mana bu yerda mana yangi chiqqan jo'jalari ham bor ekan. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana tovuslar. Dekorativniy parrandalar. Bular faqat boqishga, sotishga emas, a? Yo'q. O'zlariga boqishga qiziqishadi. Yana qanaqa parrandalar bor? 17 Brahma to'g'lar bor, bedana bor, 17 jo'jalari, Brahman jo'jalari bor. Bo'ldi, hozirlardan ham ko'rsatib o'tamiz. Mana jo'jalari. Bu nimaga? Qora bittasi opa? Ha, shu erkagi. Ha, erkagi qora. Haqiqiy ajragan shu. Ha. Narigilar demak. Demak, ana oyog'ini baylab qo'ysa shu Ha, noto'g'ri ochib chiqqanlarga cho'zma o'tkazadi. Ha. yoshligidan mana oyoqlarini suyagini qatirish uchun oyog'ini ozgina baylab to'g'rilab qo'yishgan. Bu yerda mana Brahma to'g'li. O'sha qaraydi-da. Videomiz yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib turib, kanalimizga mehmon bo'lsanglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlardi. So'rab qolardik. E'tiboringlar uchun rahmat.